Saudiya Ronaldoni 43 million funtga sotib yubormoqchi. Saudiya Pro Ligasi 41 yoshli portugaliyalik hujumchini 43 million funtga sotishga tayyor, ammo Manchester United hozircha uni 3-marta jamoaga qaytarishga qiziqish bildirmayapti. Sababi Ronaldo Saudiya boshqa klublarga ko'proq transfer imkoniyatlarini beryapti deb hisoblamoqda. Saudiya rasmiylari Ronaldoning bu munosabatdan hayratda va ular hech bir futbolchi loyihadan ustun emas degan fikrda. Agar Ronaldo ketsa, ular uning o'rnini bosuvchi yangi qirollarni tayyorlab qo'yishgan. Bular Muhammad Saloh. Ular uchun asosiy maqsad, ayniqsa uning musulmon ekanligi arab auditoriyasini jalb qilishda muhim. Bruno Fernandes, Manchester United sardori ham Saudiyaning nishonida. Xulosa qilib aytganda, Ronaldo Al-Nassr unga yetarlicha kuchli tarkib yig'ib bermayotganidan norozi bo'lib, jamoani tark etmoqchi. Saudiya ligasi esa Ronaldoning ketishidan fojia deb bilmaydi. Aksincha, Saloh va Bruno kabi yoshroq yulduzlar bilan yangi davrni boshlamoqchi. Sizningcha agar Ronaldo Saudiyadan ketsa, qaysi klub uni sotib olishi mumkin? Videoga like bosing va Ronaldo haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shunaqa qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.